Bugun o'zimga va'dani qilib, kunduzi bilan uxlab, endi kechasi uyqu yo'q. Lop ishibdi jozgina. Ayol bo'lish qanchalik qiyin. Ayol bo'lish qanchalik qiyin va murakkab. Da, meni federalniy rozыска beryapti gomoseksualist. Bilmayman, hamma geylar urushib qolsa shularga uradi. Bittasi jumhuriyat deb chiqadi, bittasi part anaqaga beraman deydi nima? Yo'q qilaman deydi, bittasi nimaga beraman deydi, nima edi? Federalniy rozыска, блядь. Gadoy bo'lib yotdi, bilasizmi federalniy rozыска 1 minuti qancha turishini bilasizmi? To'ba. Shu detskiy anaqa skaska bilan meni qo'rqitaman deb o'ylaydimi geylar? To'ba qildim. Men peshonam ishib ketibdi. Lütfen görmeyeyim seni bir yer. Roza kuchanib gapiribsan qo'lingdan. Qotog'am kelmaydi deb yana bir marta qaytaryapman. Ovora bo'lib qar buni qaranglar. Tipratgan uchyapti deb baqir-chaqiring. Ничего не меняет. Interpol meni olib ketarkanmi? Yo'q, твою мать. Interpol tezroq kelsin. Besplatno yetib olaman ekan O'zbekistonga. Yo'q, твою мать. Kasal opani qo'liga отчет topshirilgan. Xalq ihson qilgan, sadaqa qilgan xalq. Xalq hech qachon mendan so'ramaydi, xalq menga ishonadi. U sen gadoyga xotining hamma zaharlaganiga senga itam ishonmaydi. Xalq menga ishonadi, отчетni qo'liga berib qo'yganman. Так что доказать qilish qaydiga yo'q musor odamlarga shart emas deb o'ylayman. Interpol qachon keladi? Interpol qachon голосовойlarni chiqarasan, bala bo'lsanda, bala bla. Qachon men haqimda голосовойlarni chiqarasan? Qachon hamma shok bo'lib Interpol and today bo'ladi? Qachon kutyapman, chiqar уже videolarda men haqimda. Qani голосовойlarim, videolar, bir narsalar, intriga расследованиялар qani? Hech bola yo'q. Потому что meni ko'tim top-toza. Любой joyda. Reklamani ham adashib gapiribsan. Kim qaysi mol $100 reklama olar ekan? Jinni men $500 olyapman reklamaga, $100 emas. Adashmagin. Assalom. Reklama uchun bu yoqqa murojaat qilasizlar. Reklama pauza bo'ldi. Adashma, $100 hozir mushuk optoga chiqmayapti. Qachon men besplatno qo'yib beraman degan ekanman? Qachon? Sovuq havodan charchab Rossiyadan keldim. Rossiyada kunlar isib ketdi, Istanbulda sovuq. Yana haftadan issiq bo'ladi deyapti-yu. Peshonam rosa yoqyapti. Go'zallik. Voy, sovuq ko'chalar, ko'chaga chiqqing kelmaydi.